Keles Ko'kteri General mahallasiga kelganimizda quruvchi akalarimizdan 4 ta 1.6 sotuvga shunaqa ixchamgina kompaktli xonadon qurishdi. O'shalarning obzorini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Video davomida vasiliga narxini aytib o'taman. Bismillah. Xonadon kiradigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, kompaktli kichkinagina hovli qolgan. Kirishimiz bilan to'g'rimizda oshxona joylashgan bo'ladi. Yerto'la qismiga ega isitish tizimlarini hammasini o'sha yoqqa joylash imkoniyati bor. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q joylar. O'ng tarafimizda asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kirishimiz bilan keng razmerda bitta sanuzul joylashgan. Chap tarafimizda yotoqxona, uni orqasida ham yana bitta bolalar yotoqxonasi sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Endi asosiy binoga o'tadigan bo'lsak, kirishimiz bilan bizning keng razmerda zalni ko'rishinglar mumkin. Navbatdagi xonamiz bolalar yotoqxonasi, undan keyingi xonamiz yana bitta yotoqxona sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Umumiy hisobda 5 ta xona, 2 ta sanuzulga ega bo'lyapti. Narxi keladigan bo'lsak, $64,900 so'rashyapti. Patkulch holatigacha olib kelib berishadi. Qiziqqanlar uchun doimgidek raqamlar qoldiramiz. Aniq manzil Telegram kanalimizda bo'ladi. Shunaqa yaxshi variantdagi joylarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib ketasiz degan umiddamiz. Bu videoni Keles General atrofida shunaqa 1.6 sotuvli kompaktli xonadon qidirib yurganlarga jo'natib qo'yasiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.